Greenleaf korporatsiyasining germanskiy Nilirich brendi ostida ishlab chiqarilgan sabzavotli probiotik napitklarimizni, kukunlarimizni obzorini qilib ko'rsatmoqchiman. Xuddi mana shunaqangi ko'rinishda, ichida 20 dona 8 grammdan parashokcha bo'ladi. Buni oldinroq ham videosini joylaganman. Prosta kanalda Nilirich bilan ko'proq izlashlar bo'lganligi sababli ko'rsatmoqchiman. Bu o'zi nima? Probiotik, bu immunitetni ko'tarib, mustahkamlab beradigan. Bu hattoki bolalar uchun ham mumkin, ya'ni detskiy desa ham bo'ladi. Tabiiy sabzavotlar, mana makkajo'xori, chernika, qovoq va sabzi urug'laridan quritilgan kukun tayyorlangan. O'zim bolajonlarimga berganman, aynan mana shu korobkani to'liq ichirganman. Nima uchun berganman? Birinchidan immunitetni ko'taradi, ikkinchidan eng problemli joyida, ya'ni o'sha qurtlar deymiz-ku, qurtlar, gijjalar, glistalarni to'kilishida bitta effekt beradigan mahsulotimiz aynan mana shu bo'lib hisoblanadi. Xuddi mana shunaqangi 8 grammli kukunchamiz achchiq emas, bemalol bolajonlarga bersalaringiz bo'ladi. Ta'mi juda ham yoqimli. O'zimning bolalarim yugurib kelib tayyorlab bering, ichamiz deyishgani, kecha korobkani ko'rib qolib, ana shu dorichamdan olib keling dedi kichkina. Ya'ni ba'zi bolalar bu har xil achchiq napitklar ichmaydi. Lekin bu hech qanaqa achchiq emas, bemalol bersalaringiz bo'ladi, ta'mi yoqimli. Mana bu chernika borligi uchunmi shirin qolaversa, xuddi qovoq urug'larini ezilganini ta'mi keladi. Aynan mana shu narsa bolalardagi gijjalarni tushirib, ishtahasini ochib, injiqliklarni qoldirib, immunitetini ko'tarib beradi. Qolaversa, nafaqat bolalar, kattalar ham bemalol foydalanishsa bo'ladi. Ichak mikroflorasi faoliyatini to'liq tiklab, yaxshilab beradi. Agarda sizni ichagingiz sog'lom bo'lsa, barcha yeyotgan oziq-ovqatingizdan oladigan mahsulotlaringiz to'liq organizmga singadi. Bo'lmasa, qanaqa darajada sifatli mahsulot iste'mol qilsangiz ham foydasi yo'q. Ichaklardagi qotib qolgan shlaklarni tozalamaguncha u sizning organizmingizga so'rilmaydi. Demak, sabzavotli probiotikimiz xuddi mana shunaqangi ko'rinishda, upakovkada 20 dona 8 grammdan mana shunaqangi kukun bo'ladi. Bolalar va kattalar uchun bemalol hammaga mumkin, zarari yo'q. Xuddiki aynan qovoq urug'ini ezilganini kukun holatida tayyorlangani deb tasavvur qilsak ham bo'ladi.